İşleringiz yaxshimi? Qanday o'zingizni his qilyapsiz? Kayfiyatlaringiz qanaqa? A'lo darajada degan niyatdaman. Bugun sizga bir taklifim bor. Agar yo'qlamasangiz, keling bugun yangi yilga, yangi 2026-yilga sizni dasturlaymiz. Bu yil sizga judayam ko'p quvonchli kunlar, omadlar va zafarlar olib kelishiga sizni dasturlaymiz. Rozimisiz? Juda yaxshi. Buning uchun qulay joyga kelib oling. Boshingizni qulay qo'yib oling. O'zingizni qulay his qiling. Keling, yelkalaringizni bo'shashtiring. Yelkalaringizni bo'sh qo'ying. Juda yaxshi. Qo'llaringizni bo'shashtiring. Har bir barmoqlaringiz bo'sh bo'lsin. Oyoqlaringizni, qorningizni, barcha ichki organlaringizni tinchlantiring. Ularni bo'sh bo'lganini his qiling. Keling, birgalikda chuqur nafas olamiz va nafas chiqaramiz. Shunda sizni tinchlanishingiz, tanangizni va aqlingizni bo'shashi yanayam chuqurroq bo'ladi. Nafasingizni ushlab qoling bir necha soniyaga. Endi esa nafas chiqaring. Juda yaxshi. Keling, yana bir marta nafas oling va nafas chiqaring. Yurak urishingiz sokinlashganini his qiling. Endi yangi yilga sizni dasturlashdan avval eski 2025-yilda sizni xafa qilgan, sizga kerakmas bo'lgan, sizni cheklagan dasturlarni barchasini olamiz. Ular sizga kerak emas. Qani, siz o'zingizni bo'sh qo'ying va bu yil sizni nimadir xafa qilgan bo'lsa, qayg'uga solgan bo'lsa, shularni hammasini ingichka ip kabi olib qo'yayotganimni tasavvur qiling. Qani, qo'yib yuboring. Sizga kerak emas bo'lgan barcha fikrlar olib qo'yaman. Qani, bering.
yerda, qani bu yerda olib qo'yaman. Qarang, bu yerda sizni kimdir xafa qilibdi, kimdandir norozi bo'libsiz. Keling, shu insonga bo'lgan hissiyotlarni ham menga bering, olib qo'yaman. Juda yaxshi. Mana bu yerda o'zingizga bo'lgan ishonchni yo'qotib qo'ygan paytlaringiz bo'libdi. Keling, ularni ham olib qo'yamiz. Keling, ularni olamiz. Sekin astalik bilan. Juda yaxshi. Bu yerda. Bu yerda shubha gumonlar bor ekan. Qo'limdan kelmaydi. Bu men uchun emas degan fikrlar bor ekan. Keling, ularni ham olib qo'yaman. Hammasini olib qo'yaman. Juda yaxshi. Yaxshi. Hammasini olib qo'yamiz. Hammasini. Hozir xayolingizga kelayotgan yil jarayonida sizni ranjitgan narsalarni o'zingiz eslayapsiz. Hammasini bering. Tashlab yuboramiz. Juda yaxshi harakat qilyapsiz. Barakalla. Juda yaxshi. Juda ham toza bo'ldingiz. Hammasini olib qo'ydik. Bu hissiyotlar, bu tuyg'ular sizni qalbingizni og'ir qilgan edi. Hozir esa o'zingizni yengilroq his qildingiz. Juda yaxshi. Endi esa bu 2025-yilda sizni xursand qilgan, sizni baxtli qilgan, sizga omad olib kelgan daqiqalarni, insonlarni eslaymiz va ularni har birini qalbingizga joylaymiz va yangi yilga o'zingiz bilan ularni olib ketasiz. Qani sizni baxtli qilgan onlar. Nima sizni baxtli qildi? Eslang. Nima sizni baxtli qildi? Shu daqiqalar. Siz judayam yaxshi bilasiz. Aynan nima sizni baxtli qilganini, aynan qaysi insonlar sizni baxtli qilganini juda yaxshi bilasiz. Bu xayollar, bu xotiralar yorug' chiroq kabi qalbingizda bo'ladi. Qani birgalikda eslaymiz. Mana bu yerda siz o'zingiz bilan juda faxrlangan paytingiz. Juda yaxshi. Bu xotirani ham qalbingizda o'zingiz bilan olib ketasiz. Bu yerda sizni xursand qilgan, sizni kulgingizga sabab bo'lgan insonlar, bularni ham qalbingizga joylashtiramiz. Mana bu yerda sizga o'zi bilmagan holda ham xotiralar, shirin xotiralar, tinchlantirish tuyg'ular olib kelgan insonlar, ularni ham qalbingizga joylashtiramiz. Bu
yerda siz kutmagan, ammo siz bilan sodir bo'lgan juda ham yaxshi voqealar, ularni ham qalbingizga yuklang, qalbingizga joylashtiring. Barchasini keling, barchasi juda ham ko'p yaxshiliklar bo'libdi. Keling, barchasini qalbingizga yuklaymiz. Sizni yangi yilga dasturlashga menga mana bunday shar yordam beradi. Tasavvur qiling, bu shardan nur kabi siz xohlagan orzular chiqadi. Yangi yilda siz o'zingizga nimani niyat qilasiz? Barchasi mana bu sharda joylashgan va bu niyatlar, dasturlar siz tomon chiqadi. Balki bu o'zingizni ko'proq yaxshi ko'rish, o'zingiz haqingizda ko'proq qayg'urish, o'zingizni himoya qilish hissiyotidir. Keling, sizga ko'p g'alabalar, bu yilda juda ham ko'p muvaffaqiyatlar, omadli kunlar bu yil sizni kutyapti. Juda ham ko'p imkoniyatlar sizda bor. Siz ularni barchasini his qiling. Barcha imkoniyatlar aynan kerakli paytda sizda bo'ladi. Albatta bunga ishoning. Sizda bu imkoniyatlardan foydalanish uchun kuch, g'ayrat, energiya barchasi yetarli. Bundan tashqari bu yilda sizni yangi tanishuvlar, yangi do'stlar, yangi proyektlar, yangi yutuqlar kutib turibdi. Bularni barchasi siz uchun yangi do'stlar, yangi tanishuvlar, yangi xotiralar, yangi sizni xursand qiladigan voqealar, barchasi siz uchun. Siz o'zingizga ishonasiz, o'zingizni yaxshi ko'rasiz, o'zingizni hurmat qilasiz. Atrofdagilar ham buni his qilishadi va ular ham sizni hurmat qilishadi. Sizni aqlli, dono, jasur, mard insonligingizni tan olishadi. Bu yil sizga juda ham ko'p baxtli kunlar olib keladi. Hozir esa siz bilan xayrlashamiz.
siz o'zingizni juda ham xotirjam, baxtli, energiyaga to'la his qilyapsiz va yil bo'yi bu hissiyotlarni